Hamma kasal bo'lsa yugurib borib yordam berib ukol qilib kelaman, lekin bugun o'zim mazam bo'lmay 39 temperatura bo'lganda hech kimdan yordam ola olmadim. Bunga to'g'ri hech kim majbur emas, lekin hammaga telefon qilib chiqdim, lekin hech kim yordam bera olmadi. Bittadan ukol qilib qo'yish kerak edi xolos. O'qishga ham bormasdan holsiz bo'lib uyg'ondimda oyimga telefon qildim. Oy, bittadan ukol qilib qo'ying yoki kapelnitsa qilib qo'ying desam, bolam uzoqroq dedim, konferensiyada dedilar. Mayli dedim. Keyin o'rtog'imga telefon qildim. Bittadaniga ukol qilib qo'ysam, mani bolam kasal, uzr bora olmayman, skoriy chaqirgin dedi. Skoriy hozir больницаga olib ketib qoladi. Vahimali emas-ku deb Instagramda ko'rgan MyCare prilojeniyasidan foydalanib ko'rdim. Foydalanishni sizlarga ham o'rgatib qo'yaman, juda ham oson. Ilovaga kirgan yilida shunaqa bo'lim chiqadi va bo'limdan hamshira xizmatini tanlaysizlar va yoshingizga doir hamma ma'lumotlarni kirgizasizlar. O'zlari sizlarga aloqaga chiqishadi. O'zingiz xohlagan qulay vaqtda chaqirsanglar bo'ladi medsestrani. Vrach xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma vrach xizmatlari bor va onlayn va offlayn konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Ilovada hamma qulayliklar yaratilgan. Juda ham akkuratni ishlashadi. Antiseptika, aseptika qoidalariga rioya qilishadi. Prilojeniyani Androidga ham, App Store'dan ham bemalol skачать qilib foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga manfaatli bo'ladi. Inshaalloh, menga prilojeniya juda ham yoqdi. Endilikda sizlar ham bitta dona shu prilojeniya orqali bemalol nyanya xizmatidan yoki medsestra yoki xohlagan vrach xizmatinglardan foydalansanglar bo'ladi. Qulayliklari o'zingizlar xohlagan, o'zingizlar istagan kun yoki soatni belgilasanglar bo'ladi. Bunaqa imkoniyat hech qayerda yo'q.